Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekistonlik hakamlar Pokiston Myanmar uchrashuvida ishlaydi. 2027-yilga Osiyo Kubogi saralash bosqichi doirasidagi Islomobod shahrida bo'lib o'tadigan Pokiston Myanmar terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda o'zbekistonlik hakamlar jamoasi faoliyat olib boradi. Bosh hakam Firdavs Norsafarov, yordamchi hakamlar Ruslan Siraziddinov, Alisher Usmonov, zaxira hakami Akbarxo'ja Shukurullayev. 2026-yilga O'zbekiston Kubogi guruh bosqichida Qoraqalpog'istonning bir yo'la 3 ta klubi ishtirok etadi. Bular Aral, Jayxun, Qoraqalpog'iston va bunday natija bilan qoraqalpog'istonlik futbol ixlosmandlarini tabriklaymiz. Sevinch jamoasi ayollar o'rtasidagi Osiyo Chempionlar Ligasi chorak finalida Avstraliyaning Melbourne City jamoasiga imkoniyatni boy berdi. Melbourne City Sevinch 2-1. Mavzuni Braziliyaga qaratamiz, ya'ni Neymarga. Neymar jahon chempionatiga borish maqsadida kutilmagan qaror qabul qildi. Santos hujumchisi Neymar AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati uchun Braziliya terma jamoasining yakuniy tarkibiga kirish maqsadida kutilmagan qaror qabul qildi. Marca nashrining xabar berishicha, futbolchi joriy yilning yoziga qadar jamoasining mehmondagi uchrashuvlarda maydonga tushmaslikka qaror qilgan. Neymarning bunday yo'l tutishiga o'tgan yili olgan og'ir jarohati qaytalanishidan qo'rqayotgani sabab bo'lmoqda. Shu tariqa Neymar safar o'yinlaridagi jismoniy yuklamalarni minimallashtirish orqali o'z sog'lig'ini asrab qolmoqchi. Endilikda Neymarda terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelottiga o'zining hali ham yuqori saviyadagi futbolchi ekanligini isbotlash uchun atiga 7 ta uy uchrashuvi qoldi. Aynan shu o'yinlardagi harakatlari uning jahon chempionatiga borish yoki bormasligini hal qiladi. Eslatib o'tamiz, italiyalik mutaxassis Braziliya terma jamoasining yakuniy qaydnomasini 18-may kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Avvalroq Ancelotti yulduz futbolchilarni yaqin oradagi o'rtoqlik o'yinlarga jalb etmagani sport jamoatchiligi o'rtasida turli muhokama va shubhalarga sabab bo'lgan edi, deydi. Manba Stadion.uz voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Qadrli futbol muxlislari, xabaringiz bor, 30-mart sanasida, ya'ni ertaga O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA Series 2-tur o'yinida Venesuelaga qarshi maydonga chiqadi. Birinchi turda Venesuela terma jamoasi Trinidad va Tobago jamoasini yirik 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan. Ma'lumot o'rnida Salomon Rondon terma jamoadagi gollarni 50 taga yetkazdi. Ya'ni Venesuela terma jamoa hujumchisi ertaga O'zbekistonga qarshi maydonga tushishi mumkin bo'lgan Venesuelaning eng yaxshi to'p urari. Janubiy Amerika mintaqasi bo'yicha Messi, Neymar, Suarez va Sanchesdan keyingi o'rinda qayd etilgan. Umid qilamiz, albatta ertaga Abduqodir Husanov ham tushib Salomon degan futbolchini albatta to'xtatadi va ular bizning darvozamizga gol urisha olmaydi. Venesuela bosh murabbiyi turnirda jismoniy jihatdan kuchli, ko'p yuguradigan va bosim o'tkazadigan jamoalarga qarshi o'ynayapmiz. Venesuela bosh murabbiyi Asaldo Vizcarrando Toshkent mezbonlik qilayotgan FIFA Series turniri birinchi turi doirasida Trinidad va Tobagoga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Trinidad va Tobago ustidan qozonilgan g'alabadan juda xursandman. FIFA ga turnir taklifi uchun minnatdorchilik bildiraman. Mazkur musobaqa biz uchun o'sish, davom etish, yangi variantlarni izlash va o'yinchilarni ko'zdan kechirishda juda asqotadi. Biz odatda to'qnash kelmaydigan terma jamoalar bilan ikkita o'yin o'tkazish imkoniga ega bo'ldik. Biroq bugungi kunda futbol ancha tenglashgan. Raqiblar jismoniy jihatdan kuchli, ko'p yuguradigan va bosim o'tkazadigan jamoalardir. Bu esa bizga o'z g'oyamizni va o'zligimizni saqlab qolishda, shuningdek terma jamoada kamroq maydonga tushayotgan yigitlarni sinab ko'rishda yordam beradi. Bugun ular buni uddalashdi. Shunday ekan, xulosa ijobiy. Eslatib o'tamiz, demak O'zbekiston terma jamoasi ertaga 30-mart kuni aynan shu murabbiy shogirdlarga qarshi maydonga chiqadi. Umid qilib qolamiz, albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi Venesuela to'sig'idan o'tadi. O'zbekiston Venesuela o'yini Toshkent vaqti bilan 19:00 da Bunyodkor stadionida Sport teleradio kompaniyasida jonli translyatsiya qilinadi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Umid qilib qolamiz, ertaga g'alabadan so'ng yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.